Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana siz bilan Qalb sahifasi. Omina Shenlik-o'g'li, imomning manikin qizi. 3-qism. Oradan haftalar, oylar o'tar. Fotima esa uyga televizor olinishini so'rab turib oldi. Otasi, ba'zi televizion kanallar razolatdan boshqa narsa emas. Qanday qilib razolatni o'z qo'lim bilan uyga olib kiraman desa ham, Fotima va onasi, "Yo'q, biz faqat islomiy kanallarni tomosha qilamiz", dedilar. Shundoq ham qizi tez-tez qo'shnilariga chiqib ketadigan odat chiqargan. Qiziq, agar uyga televizor olsa, qizining bu isyonlari tugarmidi? Yoqub imom ikkilanayotgan edi. Yuragidagi dardini do'sti Ahmadga ochdi. "Nima deysan, do'stim? Farzandimizning miyalariga o'rnashib olgan bu dunyoni ularga qanday beramiz?" "To'g'ri aytasiz, lekin boshqa choramiz ham yo'q-da. Men ham rosa harakat qildim oilamni fikrlaridan qaytarishga, lekin oxiri baribir televizor oldim. Uydaligimda islomiy kanallar ko'rishadi, yo'qligimda esa yana o'sha seriallar, behayo kliplar. Oldini olib bo'lmayapti. Hatto ba'zi islomiy kanallar ham hozir o'sha kanallarga yo'l ochib berayotganday. Nima qilishni bilmay qoldim. Boshqa chora bo'lmagandan keyin olib berasiz-da. Mayli nima bo'lganda ham olishga rozi bo'ldim deylik, lekin qaysi pulga? Ba'zida onamni ko'rib kelgani ham pul topa olmay qolsam. Odamlarchi? Odamlar nima deydi? Men uyga televizor olganimdan keyin imomlar nima desa desin, xalq allaqachon olib bo'lgan. Mahallada kimning televizori yo'q ekan? Mana o'zingiz ayting. Yoqub imomga televizor sotib olish juda og'ir bo'layotgan edi. "Ey do'stim, qani endi shu filmlarni oila davrasida ko'rib bo'lsaydi, bolalarimni yo'ldan ozdiradi degan qo'rquvda bo'lmaganimda edi. To'g'ri, o'zimni ham televizorga ehtiyojim bor. Yangiliklarni, bahs ko'rsatuvlarni ko'rgim keladi. Lekin ahvolimizni qara. Hatto Rossiya ham bunaqangi filmlarni ko'rsatishga yo'l qo'ymas ekan. Ha mayli. Seni ham boshingni og'ritib yubordim." "Yo'q aslo. Nima deyapsiz? Shuncha yillardan beri siz bizning dardimizni tinglar edingiz. Biz ham birozgina siznikini eshitsak eshitibmiz-da. Koshki dardingizga darmon bo'la olsaydim." Yoqub imom uyga kelganda yarim kecha bo'lgan edi. Har doimgidek uyga kirar kirmas qizining oyoq kiyimlarini qarardi. Fotimaning oyoq kiyimi yo'q edi. Boshidan qaynoq suv quyib yuborgandek his qildi. Darrov ayolini uyg'otib so'radi. "Fotima qani?" "Betush xolasinikiga ketgan. Borma desam ham gapimga kirmadi." Yoqub imom bu gapni eshitib qattiq jahli chiqdi. "Tez keyin o'sha Betush xolanikiga boramiz." Gul xonim uyqusiragandan rad etayotgan edi. "Rosa uyqum kelyapti. O'zingiz olib borib kela qoling. Uyida erkagi yo'q uyning eshigini ayolimsiz taqillatmayman. Bu mening prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi. Tur o'rningdan." "Keyin judayam asabiylashib ketyapman o'zi. Yo'q demagin." Xo'p, mana turdim. O'zi gapingizni faqat menga o'tkazasiz." Ko'p o'tmay Betush xolaning eshik qo'ng'iroqlari chalishdi. Saldan keyin eshik ochildi. Yoqub imomni ko'rgan odam uning qattiq asabiy ekanligini darrov sezar edi. "Fotima shu yerdami?" Yoqub imomga boshdan oyoq razm solgan Betush xola "Shu yerda-ku-ya, bugun biznikida yotib qolsa yaxshi bo'lardi-da", deb javob berdi. "Yo'q, bo'lmaydi. Agar malol kelmasa, uni menga chaqirib bersangiz." Bir necha daqiqadan so'ng eshik oldida Fotima ko'rindi. Dadasining qattiq jahli chiqqanini ko'rgach, hech qanday e'tiroz bildirmay, ustiga kiyimini kiyib yo'lga tushdi. Yo'l bo'yi gaplashmay keldilar. Uylariga yetib kelgach, Yoqub imom qiziga dedi: "Men kechasi qizimni hech kimnikiga yubormasligimni bilmasmiding?" Fotima javob bermadi. Yoqub imom oxirgi so'zini aytdi: "Bundan keyin bunday ish qila ko'rma. Senga yaxshilikcha gapiryapman. Meni suiiste'mol qilma, xo'pmi?" Fotima esa gapni boshqa yoqqa burdi. "Siqilib ketyapman. Ro'molimni deb o'qitmadingiz. Hech bo'lmasa ishlay." Bugun aytishdi. Bizdan 10 daqiqacha yo'l narida tikuv fabrikasi bor ekan. U yerga ishchilar kerak deyishdi. Erkaklar umuman yo'q ekan. Yoqub imom biroz o'ylab qolgach dedi: "Sen nima faqat erkaklar xavfli bo'ladi deb o'ylaysanmi, qizim? Hozirgi paytda erkaklar yo ayollarga eng katta zarar o'z jinsidan keladi. Men bilmagan insonlarimning orasida qizimni yubora olmayman. Ular menga nima ham qila olardilar? Dunyoqarashingni o'zgartira olishadi. E'tiqodingni. Seni o'zgartira olishadi, qizim. Agar Allohdan uzoq jamiyat bo'lsa, shunaqangi ta'sir qilishadiki, o'zingni o'zing topa olmaydigan holatga olib kelishadi. To'g'ri, yaxshi, durust insonlar ishlaydigan fabrikalari ham bor. Ko'ramiz. Agar rostdan ham yaxshi joy bo'lsa, yuboramiz. Buni ham sendan pul kutayotganim uchun emas." Gapini tugata olmadi u. Ertasi kuni Fotima onasi bilan fabrikaga borishdi. Fabrikaga kirishdan avval Fotima ro'molini orqadan o'rab, yubkasini sal ko'tarib oldi.
Ular ish joyini ko'rib, hamma narsani kelishib olishdi. Uyga qaytayotganlarida esa Fotima onasiga tanbeh bera boshladi. Qarang, oyi, dadamga u yerdagi qizlar ochiq-sochiq ekan deya ko'rmang. Hammasi namozxon ekan, xo'jayini esa hoji ekan deysiz, xo'pmi? Yo'l bo'yi ham yurib, ham esiga tushganda onasiga gap o'rgatar edi. Aytgancha, u yerga erkak kishilarni kirish mumkin emas ekan deb qo'ying. Tag'in ko'rgani kelib qolmasin, sal o'zimga kelib qolardim men ham. Yoki umuman o'zingdan ketasan. Dadamga o'xshab gapirmang, aytganlarim dadamga yetkazasiz-a? Boshqa choram bormidi? Ikkalangizni orangizda qiynalib ketdim. Men ham sal nafas olay endi. Shunday qilib Gulxonim eriga birinchi xiyonatini amalga oshirar va qizining kelajagi uchun zamin hozirlar edi. Masjidning yoniga kelishganida ular nogiron yigitchani ko'rib qolishdi. U ayvonga o'tirgancha kitob o'qir edi. Kitobdan boshini ko'targanida ko'zlari Fotimaning ko'zlari bilan to'qnashib keldi-yu, biroq u yana kitobini o'qishda davom etdi. Fotima unga eshitadigan ovozda onasiga dedi: "Bilasizmi, oyi, ba'zi odamlar o'zlarini loviyaga o'xshab ne'mat hisoblashadi." Gulxonim qizining nima demoqchi bo'lganini darrov tushungan edi. "Nima, loviya ne'mat emasmi?" Yigitcha Fotimani ko'rmaganga olib Gulxonimga dedi. "Gul xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?" "Yaxshi o'g'lim, rahmat. O'zing tuzumsan?" "Shukr, men ham yaxshiman. Imtihonlarga tayyorlanyapman." "Qanaqa imtihon ekan?" "Universitet imtihonlariga-da. Ularga ham oz vaqt qoldi." "Imtihondan o'tsang, qayerda o'qiysan?" "Tibbiyot sohasida o'qimoqchiman." "Alloh yordamching bo'lsin." "Amin." Fotima yo'lda davom etar ekan dedi. "Ko'rdingizmi, oyi?" Ataylab menga eshittirib gapirdi. Dedi, "Sen shunaqa deb o'ylaysan. Nima endi? U bechora gapirmay yursinmi? Uning har bir so'zi asabimni o'ynatyapti. Ovozini eshitishga ham toqatim yo'q." Oradan 2 hafta o'tmasdan Fotima o'ziga boshqa ish topdi. Bu yerda oylik maoshi ko'proq berilar, ammo otasiga bu haqda og'iz ochmagandi. Yoqub imom qizidan kun o'tgan sayin bo'layotgan o'zgarishlarni sezib, bu hol uni ranjitar edi albatta. Minglab yosh qizlar ishlasalar ham to'g'ri yo'ldan adashmas edilar, lekin imom qizining xarakteridan xabardor bo'lgani uchun unga ishonmas edi. Ichidan bir ovoz qizini yo'qotayotganini ta'kidlar edi nuqul. Shuning uchun imom pul topishining turli yo'llarini qidirar edi. Nihoyat bir qarorga keldi. Masjid devorining tagiga aravada meva sabzavotlar sotib pul topadi va qizini ish joyida bo'shatib oladi. Hozircha bu qarorini hech kimga aytmadi. Ozgina pul topsin, darrov qiziga kerakli narsalarni olib beradi. Bir kuni Fatima ishga ketgach, xonasiga kirgan Yoqub imomning sigaret hididan ko'ngli behuzur bo'lib ketdi. Qizi sigaret chekishni boshlabdi. Bu yomon odatlarga tashlagan ilk qadam edi. U dardini borib yana do'st Ahmadga to'kib soldi. "Mana qizim oxiri ham chekishni boshladi. Hali bir kun kelib ichishga ham o'tadi. Oldinlari chekish ichishda ayb sanalar edi. Hamma chekishga o'tgach, hozir hatto hijobli qizlar ham ko'cha-ko'yda bemalol chekib yurishadi. Gapirsangiz, sirkasi suv ko'tarmaydi. Erta bir kun ichish ham odatiy holga aylanadi. Nima qilsam edim? Qizimga islomiy tarbiya bera olmadim. Bitta choram aravada qovun, tarvuz, sabzi, piyoz sotish." Ahmad ham juda xomush edi. "Juda haqlisiz, bir chora topish kerak. Unga islomni tushuntirish bilan ish bitmaydi shekilli. Lekin chekishga siz qattiq siqilmang, chunki hamma sigaret chekadiganlar buzilib ketgan hisoblanilmaydi. Hammasi ham ichishga o'tib ketmaydi. Inshaalloh hammasi o'z yo'liga tushib ketadi. Qizingiz hali yosh, aqli kirib qolar." Yoqub imom xafa bo'lib, "Balki yaxshi bo'lib ketar. Ish qilib meni adoyi tamom qilib, keyin to'g'ri yo'lga kirmasa bo'ldi." Yoqub imom ichidan yonib, adoyi tamom bo'layotgan edi. Qayerda xato qildi ekan? Nega qiziga islomni sevdira olmadi? Masjidda namoz o'qiyotganlarda ham, ma'ruza o'qiyotgan paytida ham ichidan ezilardi. Ba'zida o'ziga o'zi, "Demak, men namunali inson emas ekanman. Namunali bo'lganimda edi, qizimni tarbiya qila olgan bo'lardim", dedi. Ma'ruzani ham qisqa qiladigan bo'ldi. Yoqub imom tushkunlikka tushib qolgan edi. Ilgari o'zini hech qachon bunday darajada yomon his qilmagan edi. Ovozi jonsiz, gaplari esa bo'lak tushunarsiz tuyulardi o'ziga. Holbuki bu kursiga chiqish uchun ancha-muncha harakat qilgan edi. Professorlardan o'sha darajaga chiqish uchun qilgan sa'y harakatlari hisobga olinadi-yu, imomlarniki nazarga ham ilinmaydi.